İştigerek oruqlığım ba, amma men sırtın tamaq yeyman, özümge tamaq yetiş şaraiti yo'q malım, bir yordam qiling degan do'stlarga tövendiki necha nuqtani yig'inchoqlab qo'ydim. Bir tal yurak berib saqlab yuringlar, bek oson turmushga yaqin suvlarni yutib qo'yman ha. Birinchisi, atiganlik nashliqdagi asos ochiqni yemay bir sanab yiqinglar. Ya'ni asos ochiq degan nima? Atigan deyotgan masalan non, pechenye, pryanik, shu sulu yarımsi yoki qo'ngshoqonoq kav yangyu deganlarni o'rlashtiryapsizlar, shuni ilib o'tib, tuxum, bir tal meva, saykuktat, qora qahva. Muşni istimal qilib beqinglar. Nimishqa deganda, atiganda asos ochiq yemsa ko'pincha o'quvchilarning ishtahasi tig'im turaqliq bo'ldi. Tush bilan kechda sirtdan tomoq yeganda bilib bilmay jiq yo'olmaydi. Bir kunda yegan jami asos ochiqning miqdorini kontrol qilib bo'ldi degan gap. Atiganda tuxum yebmi qo'saqni to'yg'izib olib bo'ladi, unchalar ochqolmaysiz. İkincisi, tush bilan kechda sirtdan yegan vaqtda amal va masalan qora meyfan, qo'ngshu qo'noq, kav yangyu deganlarni tanlayli. Nimishqa sanglar bularning oq un, oq guruchga qaraganda farqi, to'yinish tuyg'usi texim yuqori. Yemek talası pek köpçü, mesela o'xshash bir qacha oq meyve bilan bir qacha ranglik meyveni selishtirsangizlar, ma ranglik meyvening to'yinish tuyg'usi ham yuqori bo'ldi. Agar sharoit yar bermay qolsa, mesela ya oq ximir yoki oq guruch yeydiganlar talashingiz va boshqa sharoit yo'q bo'lsa, avval saykuktatni, ondan go'shtni, eng oxirida guruch va ximirni o'ralashtiring. Bo'libmi ximir yap qalsangiz, ya'ni ishki cho'k yesam qo'sqim to'yatdi deb azroq bir 10-15% ochliq tuyg'usi qolgan vaqtda anadikin to'xtab qo'ying. To'liq yevetma. Nimishqa deganda beshida saykuktat bilan go'shtni yesak, bizniki ma qon shakarimiz asta o'rlaydi. Bu chaqda bizning qo'sqimiz texim oson to'ydi. Beshida ximirni yavasak, biz go'shtni bilan sayni yemay turib, teximi jiq yevilishimiz mumkin-da, ma qon shakarniki turaqsiz bo'lganligidan. Shoma yemeklikni yeydigan rad tartibini azroq tanishing. Ximir bilan guruchni eng oxiriga qo'yib qo'yib ya. Gapim tushunish bo'ldimi? Üçüncüsü, suni bek ko'p ichib berayli. Ayollar 3 litr atrofida, erlar 4 litr atrofida. Agar havo bek issiq, ter bek jiq chiqsa, texim jiq issiqsiz bo'laverdi. Salomatlikkim foydasi va ishtahanimi texim turaqli qiladi degan gap. To'rtinchisi, mudrab berayli. Agar harakat qiladigan vaqtingiz chiqmasa, mayli, o'ltirib olmang, to'xtamay mudrab berang. Bu mudrab berishningki, o'riqlashga bo'lgan ta'sirini bek bo'sh chaqlamayli do'stlar. Jiqlar ya chiqib jugasam ya janshinfang basamni o'riqlay olayman deb o'ylab qoldi. Ammo yo'l mengishda biz ko'ydiradigan may texim jiq bo'ladi. Bizning ko'ydirayotgan mayning nisbati texim ko'p bo'ladi. Shunga chiqib siz jiq mudrab berishingiz kerak. Bek yurikingiz so'qib yerib ketmasingizmi, ammo bir kunda mesela 10 ming qadam mandingiz, 15 ming qadam mandingiz, bek chiqmaydi ko'ydira olasiz bu yerda degan gap. Bu 4 nuqta bek osondu do'stlar. Sirtdan tomoq yeyotganlarga bu maskeli verdi, bir vaqtingizni olib ketmaydi. Nima tomoq yeysangiz, men abay degan tartib bilan yeysingizmi, yana qo'saqni unchalar osh qo'ymay turib, yana o'riqlab ma'alaysa, o'zingiz tomoq atmasingizmi? Men bek oddiylashtirib beryapman o'riqlash usullarini. Texim yaxshi usullar va darsga qatnashib o'rganib olsanglar bo'ldi. Unda darimni miyaga chiqarib qo'yay. Juma bir g'ayrat qilib o'tinglar.